Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. 3 ta namoz o'qilib bo'lmaydigan, har qanday namoz bo'lsin, o'qilib bo'lmaydigan vaqt bor. Bu birinchisi quyosh chiqayotgan vaqtda to chiqib bo'lguncha hech qanday namozni o'qib bo'lmaydi. Ikkinchisi quyosh tikkaga kelgan, ya'ni qiyom vaqti deyiladi. Mazkur vaqtda ham hech qanday namozni, xoh nafil, xoh farz o'qib bo'lmaydi. Uchinchisi quyosh botayotgan vaqt, bunda ham farz yoki nafil namoz mutlaq o'qib bo'lmaydi. Faqatgina quyosh botishidan avval o'sha kunni asriniga quloq qoqqan bo'lsa, quyosh botgan bo'lsa-da o'qib tugatib qo'yish mumkin. Faqat bu asr namoziga tegishli. Nafil namoz o'qish mumkin bo'lmagan boshqa vaqtlar ham bor. Bular bomdod vaqti kirgandan boshlab to quyosh chiqqungacha bo'lgan vaqt. Bu oralig'ida faqatgina bomdod namozini sunnati o'qiladi xolos, boshqa nafil namozlar o'qish mumkin emas. Keyingi vaqt esa asr namozini ado etgandan keyin to shom namozini o'qigungacha bu oralig'ida ham nafil namoz o'qish mumkin emas. Mana shu vaqtlarda demak nafil namoz va narigi 3 ta vaqtda nafil va boshqa namozlarni ham ado etish mumkin bo'lmaydi. Mazkur 3 vaqtga qo'shimcha sifatida nafil namoz o'qilib bo'lmaydigan 2 ta vaqt bor. Bu bomdod namoz vaqti kirgandan boshlab quyosh chiqquncha bo'lgan vaqt. Bu orada mutlaqo nafil namoz o'qib bo'lmaydi, faqatgina bomdod namozining sunnatini o'qiladi xolos. Ikkinchisi asr o'qilgandan keyin, asr namozini ado etgandan keyin shom namozini o'qigunga qadar orada nafil namoz o'qib bo'lmaydi. Ammo mazkur ikkala vaqtda qazo namozlarini ado etish mumkin, chunki bu vaqt faqat nafil namoziga tegishli xolos.